Bugun aholini uzluksiz tabiiy gaz va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa bu borada Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilib, 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu esa o'z navbatida aholini uzluksiz zangori olov bilan ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Hozirgi lavhamizda ayni shu xususida so'z boradi. Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan ayni kunlarda viloyatimizning barcha hududlarida tabiiy gaz tarmoqlarini yaxshilash, eskirgan quvurlarni yangisiga almashtirish va qayta ta'mirlash ishlari olib borilib, 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Xususan, Payariq tumanining Xo'ja Ismoil mahallasida qariyb 15 kilometr masofada yangi gaz quvurlari tortilib, aholiga qulaylik yaratilyapti. Viloyatimizning Pastorg'om tumanida, Paxtachi tumanida, Kattaqo'rg'on shahar, Kattaqo'rg'on tumanlarida gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-sentyabrdagi 596 sonli qaroriga asosan Xo'ja Ismoil shaharchasida joylashgan 1000 dan ziyod aholi xonadonlari uchun 14 kilometr gaz quvurlari tortilish rejalashtirilgan edi. 8,5 kilometr gaz quvurlari montaj qilindi. Hozirgi vaqtda bu qurilish montaj ishlari davom etmoqda. Ma'lumot uchun, viloyatda jami 24,7 kilometr gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan bo'lib, ayni paytda eng katta obyektlardan biri bo'lgan Xo'ja Ismoil mahallasida mazkur ishlar uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Aholiga qulaylik yaratishda Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan bugungi kunda viloyatimizning tuman va shaharlarda tabiiy hamda suyultirilgan gaz ta'minotini yaxshilash borasida tizimli ishlar tashkil etilmoqda. Ayniqsa hududlarda 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlari qizg'in davom etyapti. Bir so'z bilan aytganda, Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan olib borilayotgan amaliy ishlar aholini bugunidan rozi bo'lib, baxtli va farovon yashashini ta'minlashga xizmat qilmoqda.